Shoshilinch, diqqat! Hurmatli fuqarolar, 2026-yilda oyliklar, pensiya va nafaqalar masalasi bo'yicha juda muhim raqamlar ochiqlandi. Agar siz bu yangilikni o'tkazib yuborsangiz, keyin men bilmagan edim deb afsus qilishingiz mumkin. Chunki gap trillionlab so'm va millionlab odamlar hayotiga ta'sir qiladigan byudjet haqida ketmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agar siz tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoga like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan insonlarning qo'llari Ka'ba devorlariga tegsin. Alloh taolo like bosganlardan rozi bo'lsin. Endi asosiy xabarga o'tamiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat byudjeti bo'yicha qonun loyihasi va byudjetnoma hujjatlarini taqdim etdi. Bu hujjatlar asosida 2026-yilga iqtisodiy prognozlar, byudjet xarajatlari va eng qizig'i joyi ish haqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqalarni oshirish uchun rejalashtirilayotgan mablag'lar haqida aniq raqamlar keltirilgan. Diqqat qiling. Qonun loyihasida kelasi yilda davlat xodimlari ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun byudjetdan 6 trillion so'm ajratish rejalashtirilgani aytiladi. Ko'pchilik 6 trillion so'm degani nimani bildiradi deb so'raydi. Bu shuni bildiradiki, davlat kelasi yilda ijtimoiy to'lovlarni oshirishga jiddiy tayyorgarlik ko'rayapti. Lekin bu mablag'lar faqat oshirishning o'ziga emas, ayrim xizmatlar narxi o'zgarishi va qo'shimcha ish o'rinlari bilan bog'liq xarajatlarni ham qamrab olishi mumkinligi ham ko'rsatiladi. Endi eng muhim raqamlarni aytaman. Vazirlik taqdimotlarida va sharhlarda shunday hisob-kitob bor. Agar davlat xodimlari ish haqi 1% ga oshirilsa, byudjetdan qo'shimcha deyarli 1,7 trillion so'm kerak bo'ladi. Agar pensiyalar 1% ga oshirilsa, qo'shimcha xarajat taxminan 0,8–0,9 trillion so'm atrofida bo'lishi mumkinligi qayd etiladi. Mana endi tushunyapsizmi? Nega bu masala juda katta? Chunki 1% ning o'zi trillionlab so'm. Shuning uchun ham har yili oshirish bo'lsa, bu davlat byudjeti uchun juda katta yuk, lekin aholining daromadi uchun juda katta yordam. Endi yana bir katta raqam. 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 172,8 trillion so'm yo'naltirilishi rejalashtirilgani ko'rsatilgan. Bu 2025-yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'p deb ko'rsatilgan. Kutilishicha, oyliklar bilan bog'liq to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9%ni, yalpi ichki mahsulotga nisbatan esa 8,7%ni tashkil etadi. Hurmatli tomoshabinlar, endi men sizga shu joydan keyin yanada tushunarli qilib, bu raqamlar oddiy fuqaroga nimani anglatishini aytib beraman. Chunki ko'pchilik faqat oshadimi, oshmaydimi deyapti. Aslida esa bu hujjatlar ichida juda muhim signal bor. U signal shunday: davlat keyingi yillarda ish haqi, pensiya va nafaqalarni aholi real daromadini oshirish maqsadida inflyatsiya darajasidan yuqori oshirib borishni rejalashtirayotganini bildiradi. Demak, agar inflyatsiya 7% bo'lsa, oshirish shundan past bo'lmasligi ko'zda tutilishi mumkin degan mantiq chiqadi. Prognozga ko'ra 2026-yilda inflyatsiya 7% gacha pasayishi kutilayotgani ham qayd etilgan. Endi yana bir muhim bo'lim. 2026-yilda alohida yo'nalishlar bo'yicha ham katta mablag'lar ko'rsatilgan. Masalan, stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm atrofida, pensiya to'lovlari uchun 86,1 trillion so'm va nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi prognoz qilinmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu pensiya oluvchilar va nafaqa oluvchilar soni ko'pligi hamda ularning to'lovlarini barqaror ta'minlash uchun juda katta fond kerakligini anglatadi. Endi savol: oshirish qachon bo'ladi? Hurmatli tomoshabinlar, amaliyotda O'zbekistonda ko'pincha pensiya va nafaqalar 1-iyul atrofida, ish haqi va stipendiyalar esa 1-avgust atrofida oshirilishi haqida xabarlar berilib boriladi. Lekin men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Aniq sana va aniq foiz faqat rasmiy hujjat, farmon yoki qaror bilan kuchga kiradi.
Shuning uchun ham falon kuni aniq 2 barobar bo'ladi degan gaplarga darrov ishonmang. Rasmiy manbani kuting. Mana shu kanalning vazifasi ham shu, rasmiy e'lon bo'lsa, tezda yetkazish. Endi yana bir muhim masala. Byudjet loyihasi muhokamalarida 2026-yil bo'yicha umumiy makroprognozlar ham keltirilgan. Masalan, ayrim ma'lumotlarda 2026-yilda yalpi ichki mahsulot o'sishi 6,6% bo'lishi prognoz qilinayotgani aytiladi. Bu o'sish bo'lursa, davlatning byudjet tushumlari ham o'sadi. Demak, ijtimoiy yo'nalishlarga pul ajratish imkoniyati ham ko'payadi degan gap. Lekin boshqa tomondan xarajatlar ham oshadi. Shu sababli byudjetni muvozanatda ushlash uchun hukumat doim bir tomondan oshiradi, bir tomondan tejaydi. Hurmatli tomoshabinlar, endi eng ko'p bahs bo'layotgan masalaga o'tamiz. Pensiya yoshi. So'nggi oylarda pensiya islohoti bo'yicha takliflar muhokama qilinayotgani haqida ochiq xabarlar chiqdi. Unga ko'ra, erkaklar uchun pensiya yoshi hozirgi 60 yoshdan 63 yoshga, ayollar uchun esa 55 yoshdan 58 yoshga oshirilishi taklif qilingan. Yana diqqat qiling, bu jarayon birdan emas, bosqichma-bosqich har yili yarim yildan qo'shib borish orqali bo'lishi mumkinligi aytilgan. Lekin eng muhim jumla shuki, hozircha bu qaror rasman qabul qilingan yakuniy qonun emas. Bu muhokama va konsepsiya darajasida masala sifatida yoritilgan. Shuning uchun kimdir sizni qo'rqitib, ertadan pensiya yoshi oshdi desa, ishonmang. Rasmiy qaror chiqquncha bu faqat taklif yoki muhokama bo'lib turadi. Hurmatli tomoshabinlar, endi men sizga oddiy, amaliy tavsiyalarni ham aytaman. Chunki yangilikni bilishning o'zi yetmaydi. Fuqarolar nima qilish kerak? Birinchidan, agar siz pensiya oluvchi yoki pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, to'lovlaringiz va staj ma'lumotlaringizni doim tekshirib boring. Ikkinchidan, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ish staji, rasmiy daromad va ijtimoiy soliq masalalariga e'tibor bering. Chunki kelajakdagi pensiya miqdoriga eng katta ta'sir qiladigan narsa staj va rasmiy tushumlar. Uchinchidan, agar sizga yangi oshirishlar bo'yicha savol tug'ilsa, rasmiy idoralarning e'lonlari, vazirlik sharhlari va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini kuzating. To'rtinchidan, agar sizda tushunarsiz holat bo'lsa, rasmiy qo'l markazlar orqali aniqlashtiring. Ko'pchilik hujjat topshirganda yoki to'lov kechikkanda qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Shu uchun savol bo'lsa, rasmiy yo'l bilan aniqlang. Hurmatli tomoshabinlar, endi xulosa 2026-yil uchun davlat byudjeti loyihasi bo'yicha e'lon qilingan ma'lumotlarda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yo'nalishlar uchun trillionlab so'm rejalashtirilgani ko'rsatilyapti. Inflyatsiya 2026-yilda 7% atrofida bo'lishi prognoz qilinayotgani va real daromadlarni oshirish maqsadi ham qayd etilgan. Pensiya yoshi bo'yicha esa takliflar muhokamada, lekin hozircha yakuniy qaror emas. Agar siz shu mavzular bo'yicha yangiliklarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, kanalimizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosishni unutmang. Like bosgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum.